asal bayrami qizg'in ketmoqda. Xalqimiz kelib o'zlari tatib ko'rmoqdalar. Xilma-xil asallarimiz ko'rishingiz mumkin. Asalarichilik faoliyatidagi uskunalar bor mana. Masallar Andijon viloyatiniki ekan bular. Tamom Buxoro mana. Asallar bilan birgalikda ajoyib bir dekoratsiya yasaldi. Qarayman. Haqiqatan san'at asari. Ya'ni o'zgacha bir ko'rinish berib turibdi. Ichkarisiga ham kiramiz. Xuddi asalari uyasidek holat yasalgan. O'zimizni ustalar tomonidan. Xalqimiz aylanib ko'rib yurishibdi. Kerakli asal yoqtirgan asallardan xaridlar ham qilishyapti. Bu tomonga yuzlanamiz. Ular minglab pullarga qilar. Asal yig'ish bilan birga pullarni changlatadilar. Pullardan nektar yig'ish mobaynida asalari har bir uyasidan chiqib qaytishi davomida o'rtacha 100-150 olib chiqadi. Bunday ish faoliyatida bir asalari uyasidagi ayollar kuniga 40-50 million dollar pullarga qolishgan. Uni changlatilgan holda nektar yig'ishga ulguradi. Asallarni reja asosida taqsimlash bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish asosiysi. Mana ularni bundan erkak arilar chiqadi. Mana sariqlari gulchang deyiladi. Bular oziqasida. Asal qayerda hozir? Yaltirab turganlar. Ha, o'shalar hammasi asalmi? Qanday olasiz buni keyin? Medagon degan apparati bor. Internetga kirib YouTube'dan Medagon desangiz chiqadi videolar, qanday og'inish. Shundan ko'ra olasiz. Bu o'zi mana nima endi mana plasma bu biz qo'ydimku. Nima o'zi bu? Bundan o'zi asallarni o'zi to'qiydi. Ha, o'zi to'qiydimi? Ha. Siz faqat yog'ochini o'rtasiga sim tortasiz. Aha. Keyin mashina degan pardasini qo'yasiz. U ya'ni ikki tomonini o'z asalari o'z to'qib ko'taradi. Bu kattaligini qarang. Bu erkak arasida bu. Mana kichkinalar ishchi arilar. Ona ari bitta bo'ladi. Jillayapti. Bo'ldi, olmay bezovta qilmang endi bularni.
nimaga talashyapti uni bari-chi dejaydi? Tanishmayman bular. Yosharilarda hali. Ham bular hozir men bo'lib tashlaganman, bunaqa turibdi, turibdilarga. Hozir xonani tozalaydigan. Ha. Qo'llarimni boqadigan ishim bilan. Chaqdimi? G'ashim ketdi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, yashiklar bitdi mana. 10 xonaligi. Bular 3 xonalikdan. Troslari qo'yildi hammasiga. Palgalari bor. Hammasida tunukan tagida. Palgasi bor.